بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. Muxtasar Quduriy darslarimizni davom ettiramiz. Lubob sharhi asosida edi. Endi oldingi darsda azon va iqomat masalalarini o'rgandik. Endi bab shuruti sola allati tataqaddamuha. Demak, namozdan oldingi, namozdan muqaddam bo'lgan shartlar. Tushunarlimi? Namozdan muqaddam bo'lgan shartlar deyilyapti. Shurut deyilyapti. Tushunarlimi? Shurut shartning jami. Qaraylik, shartni jami hisoblanadi. O shart degani bir narsani paydo bo'lishidan oldin bo'lishi kerak bo'lgan narsaga aytiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, ana shu Lubob kitobida lug'atda alomat deydilar. Alomat. Ashrot saa ham shundan deydilar, ya'ni alomati, qiyomatning alomati. Bunda lug'at ulamolari boshqacha fikrdalar. Shurut nimani jami? Shartni jami. Ashrot bu sharotni jami degan. Shuning uchun ham bu shart lug'atda alomat deyishlik nima? Ya'ni ashrot saa bilan buni dalillanishlik sal xato, chunki ashrot sharotni jami hisoblanadi. Tushunarlimi? Ashrut shartni jami hisoblanadi. Boshqa lug'at bo'lar. Shar'an nima degani? Shar'an shariat istilohida shart nima degani? Bir narsani borligi unga to'xtab turadigan. Ya'ni bir narsa paydo bo'lishi uchun ana o'shanga to'xtab turadigan narsa shart deyiladi. Ya'ni namoz to'g'ri bo'lishi uchun shartga bog'liq turadi. Demak, shunday ekan, uning mohiyatidan, asl mohiyatidan tashqari bo'ladi. Uni borligida muassir bo'lmaydi. Tushunarlimi? Ya'ni namoz paydo bo'lishi uchun albatta, ya'ni tahorat bo'lish kerak-ku, misol uchun. Unki vaqt. Bu narsa nima? Ana o'sha namozni paydo bo'lishiga muassir emasda. Ya'ni tahoratli bo'ldingiz degani siz namozdasiz degani emas. Ya'ni namozda alohida boshqa fe'llari bor, ruku, sajda, qiyom, qiroat. Tushunarlimi? Muassir emas degani shu. Endi allati tataqaddamu deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, namozdan oldingi degani. Demak, namozdan oldin kelmaydigan shartlar. E'tibor bering, namozni shartlari bor. Namozdan oldin keladigan shartlar va namozda birga muqorina bo'lgan. Ya'ni namozga muqorina, namoz bilan birga yoki keyinroq keladigan. Tushunarlimi? Mutaaxir bo'ladiganlardan ehtiroz bo'lyapti. Bu inshaalloh namozni sifati bobida keyingi mavzuda bular keladi. Masalan, tahrima, rukuna, tartibul arkon va xuruj bi sun'ihi. Bular ham shart aslida. Takbir tahrima ham shart, lekin bu nima? Namozga muqorinda bu. Chunki takbir tahrima shunday aytilishi bilan namoz boshlanib ketadi-da. Demak, nima ekan bu shart, lekin namozga yaqin juda ham. Va yana tartib arkon ham xuddi shunday. Lekin xuruj bi sun'ihi bu nima? Mutaaxir. Namozdan oxirida bu. Bu ham shart. Oxirida. Shundan ehtiroz qilib namozdan oldingi shartlar deyilyapti. Tushundingmi? Endi musannif zikr qilganliklariga ko'ra namozdan oldingi shartlar 6 ta hisoblanadi. Tushunarlimi? Vaqt, hadasdan poklik, najosdan poklik, satr avrat, niyat, qiblaga qarashlik. Tushunarlimi? Bu yerda 5 tasini aytdilar, chunki namoz kitobini avvalida vaqtni aytdilar-da. Tushunarlimi? Namoz kitobini avvalida vaqtni keltirdilar. Shuning uchun ham uni keltirmaydilar. Imom Shurumbulolar aytadilarki, vaqtni mana shu yerda zikr qilishlari kerak edi. Nega? Chunki o'sha talib ilm nima? Eslatma olish uchun, bilib olish uchun. U vaqt ham shu namozning sharti. Mana shuni bilishlik uchun talib ilm mana shu yerda keltirishlari kerak edi dedilar. Munatul musallida yoki muqaddimat Abu Laysda shunday qilingan. Ya'ni o'sha shart keyinroq keltirilgan vaqtlar. Xo'p, demak, shartlarning birinchi, ikkinchisini mana Imom Quduriy nima dedilar? Yajibu alal musalli an yuqaddima at-taharat min al-ahdas wal anjas ala ma qaddamnahu. Birinchi, ikkinchisi. Demak, birinchisi hadasdan pok bo'lishligi va ikkinchisi najosdan pok bo'lishligi. Bu alal vajhizi qaddamnahu. Demak, buni tahoratda qanday pok bo'lishlik? Tahorat kitobida biz hadasdan qanday pok bo'lishlik yoki najosdan qanday pok bo'lishliklarini o'rgandik. Ana o'sha
holatga ko'ra pok bo'lishi kerak. Uchinchi shart yastur avratahu. Uchinchisi avratini yopishi kerak. Garchi bir o'zi bo'lsa ham, garchi qarang, bir o'zi bo'lsa ham namoz o'qimoqchi bo'lsa, satr avrat kerak. Yoki qop-qorong'i xonada bo'lsa. Jalya nima qilish kerak? Avratini yopish kerak. Garchi bu avratini yopishlik kiyish halol bo'lmaydigan narsalar bilan bo'lsa. Masalan, ipakni kiyish mumkin emas. Ipakni kiyish mumkin emas. Garchi mana shu ipak bilan bo'lsa ham satr avrat kerak-da namoz uchun. To'g'ri, va in asima bila uzri. To'g'ri, endi agar uzrsiz buni kiyib namoz o'qiydigan bo'lsa, umuman kiyadigan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Lekin baribir nima kerak? Satr avrat kerak-da namoz uchun. Hamma shundan. Endi avrat chegaralari bayon qilinadi. Wal avratu min ar-rajul, endi erkakning avrati ma tahta surati ila rukbati. Endi kindikni pastidan ana o'sha tizza bilan birga. Ila bu yerda ma'nosida. Va rukbatu min al-awra deydilar yana. Rukba ham, ya'ni tizza ham bu nimadan? Avratdan. Tushunayapmi? Xo'p, tasihda Imom Qutluboy aytadilarki, asaqab shuki, rukba bu nimadan? Sondan hisoblanadi. Shuning uchun ham son avratmi? U ham avrat deyiladi. Endi ayol kishini badani hammasi avrat hisoblanadi, illo yuzi-yu kaffi. Kaffi. Shuning bu yerda endi kafini ichi-yu tashqarisi deyiladi. Alal asaqavga ko'ra. Lekin ba'zi joylarda faqatgina ichi deyishadi. Ichi avrat emas deyishadi. Tushundingmi? Xo'p, endi bu holat namozda e'tibor qilinadi, tushunarlimi? Namozda e'tibor qilinadi. Namozda avrat emas. Endi namozdan tashqarida erkaklarning oldida albatta nima qilish kerak? Ayol kishi yopishi kerak. Hatto yuzini ham yopishligi kerak. Bu to'g'ri, endi avratligi uchun emas, balki fitnani oldini olishlik maqsadida. Tushunarlimi? Endi hidoyatda keladiki, Imom Quduriyning bu gaplari oyoq ham avrat ekanligiga o'sha nas, ya'ni aniq bir nima bor, nas keltirganlar. Ya'ni faqat yuz bilan kaf deganda nima kelib chiqadi? Demak, oyoq avrat ekan degan narsa kelib chiqadi. Lekin asah rivoyatga ko'ra bu avrat emas. Tushunarlimi? Asah qavliga ko'ra u avrat emas. Javharada keladiki, sahih gap shuki, qarash, ya'ni qarash, ushlashlik, nomahram qarab ushlashlik borasida avrat, lekin u namoz haqida avrat emas deyiladi. So'rayam, ixtiyorda ham xuddi shunday, tanvirda ham, aloyi ham alayhil mu'tamad deydilar. Lekin tasihda uni xilofi ham zikr qilinadi. Tushunarlimi? Namozda avrat emas, namozda avrat, namozdan tashqari avrat emas deyiladi. Jali u yerda aytiladiki, Qosim ibn Qutluboy aytadilarki, tansisul kitob avla bisavob. Demak, kitobni Muxtasar Quduriyni, ya'ni avrat ekanligiga nas keltirishi ana o'sha to'g'ri, lekin ana shu avlo. Chunki Imom Muhammad Istihson kitobida va ma siva zalika avratun. Undan tashqari, ya'ni yuz bilan kaftan boshqa hammasi avrat deb ochiq aytganlar. Imom Qozixon aytadilarki, ayol kishini ikki qadami borasida ikki xil rivoyat bor. Sahih gap shuki, agar to'rtdan biri ochilsa, namoz buziladi deydilar. Nisobul fuqahoda ham xuddi shu keltiriladi. Tushundingmi? Endi joriyalarni, cho'rilarni avrati. Va ma kana avrata min ar-rajul, endi erkakni avrati bo'lgan narsa qayr, o'sha chegara, fa hu avratu min al-ama. Demak, joriyani u mudabbara bo'lsin, mukotiba bo'lsin, muvalad bo'lsin, o'sha joriyani ham avrati hisoblanadi. Va yana qo'shimcha bunga joriyani batni oldi qismi degani o'sha ko'kraklari hamma oldi qismi va zohruha va orqa, ya'ni bo'yindan pasti hammasi to'liq uni biqinlari hamma yog'i kirib ketadi. Tushunayapmi? Bundan qolgan joyi esa avrat emas. Ya'ni mana bu yelkadan qo'llari, boshlari, sochlari, boyagi tizzadan pasti, oyoqlari avrat emas. Endi avrat a'zolarni to'rtdan birini ochishligi, masalan, u qorin bo'lishi mumkin, son bo'lishi mumkin, zakar bo'lishi mumkin, sayn bo'lishi mumkin, farj bo'lishi mumkin. Ana o'shani to'rtdan biri alohida azada bo'lar. To'rtdan bir, har birini to'rtdan biri ochilsa, nima bo'ladi? Namoz
ana man qiladi, ya'ni namoz joiz bo'lmaydi. Agar bir rukun miqdoricha davom etsa, ya'ni ochildi bir rukun miqdorida, ya'ni 3 marta tasbih aytish miqdorida davom etadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Namoz buziladi. Agar shunday ochildi, darhol nima qildi? Yopdi. Bunda ochilmaydi. Tushunayapmi? Keyingi masala va man lam yajid ma yuzilu bihi najasata. Endi bir kishi kiyimidagi najosatni ketkazadigan narsani topa olmayapti. Ya'ni suv topa olmayapti yo suvni o'rnini bosadigan narsa topa olmayapti. Sollamaha ana o'sha kiyim bilan namoz o'qiradi va lam yu'idi sola. Namozni keyinchalik hali vaqt tugamasdan turib topsa ham qaytarmaydi. Summa in kana ruba sawbi, endi agar rubu sawbi aw aksaruhu tohiran, agar endi najas kiyimini 4dan biri yoki undan ko'pi, e'tibor beraylik, kiyimini 4dan biri yoki undan ko'pi pok bo'ladigan bo'lsa, ya yusalli fihi luzuman, nima qiladi? Ana o'sha kiyim bilan o'qishligi lozim. Qaraylik, kiyimi najosat, lekin 4dan biri yoki undan ko'pi pok. Ana o'sha kiyim bilan o'qiydi. Wala usalli uryanan la yuzihu. Agar shu holatda kiyimi 4dan biri yoki undan ko'pi pok bo'lib turib, yalang'och holatda o'qisa, bu joiz emas. Agar pok joyi 4dan biridan oz bo'ladigan bo'lsa, deyapmiz, kiyimini ko'p qismi, ya'ni 4dan biridan ko'p qismi najosat, ozi pok. Endi ixtiyor beriladi, xolisa yalang'och o'qisin, xolisa ana o'sha kiyimda o'qisin. Lekin baribir ana o'shanda o'qishlik afzal hisoblanadi. Nega? Chunki satri avrat bu faqatgina namoz uchun emas-da, namoz uchun emas, ya'ni satri avrat. Chunki odamlar uchun ham nima? Odamlarning haqqi bor, namozning ham haqqi bor. Tahorat esa u faqatgina nimaga xos? Faqatgina namozga xos. Shuningdek pok bo'lishlik. Ya'ni poklik faqatgina nimaga xos? Namozga xosda. Satr avrat esa ham namozga ham tashqari odamlarning nazariga xos. Shuning uchun ham nima qiladi? Baribir afzali o'sha kiyim bilan o'qishligi. Endi bir kishi kiyim topa olmadi. Jalyo nima qiladi? Yalang'och holatda o'qiydi, o'tirgan holatda. Endi ulamolarimiz aytadilarki, oyog'ini qiblaga cho'zib o'tirishi, shunaqa oyog'ini qiblaga cho'zib o'tiradi. Shu, ya'ni nimaroq, ana shu satrliroq bo'lish, bo'lganligi uchun deyshadi va bir xilda xuddi tashahhud o'quvchi qanday o'tiradi? Oddiy namozda qadida qanday o'tiramiz? Ana shunaqa o'tiradi deyshadi. Endi nima qiladi? Ruku va sajdani imo qiladi, ya'ni ishora qiladi. Agar tik turgan holatda namoz o'qisa, ruku va sajdani qilib, tushunarlimi? Ya'ni tik turgan holatda ruku sajda qilib, ya'ni yalang'och holatda o'qisa yoki o'tirib o'qisa ham joiz bo'ladi. Nega? Chunki o'tirganda g'aliza avratni nimasi bor? Yopishlik bor. Qiyomda esa tursa endi unda rukunlarning adosi bor. Tushunarlimi? Xohlaganini qiladi. Ya'ni turib namoz o'qisa, unda namozda barcha rukunlarni qiladi-da, qiyom, ruku, sajda qilinadi. O'tirib o'qishlikda esa boyagi g'aliza avrat a'zolarini yopishlik bor. Shuning uchun bular nima bo'ladi? Teng hisoblanib, xohlaganini qaysi biriga moyil bo'lsa shuni qiladi. Va lekin avvalgisi afzal hisoblanadi. Ya'ni boya aytganimizdek, baribir satri avrat, ya'ni o'tirishligi afzal hisoblanadi. Chunki satri avrat bu namoz uchun ham, odamlar uchun ham nima? Odamlar haqqi uchun ham bu vojib bo'ladi. Va buni o'rinbosar yo'q. Imo esa bu o'sha rukunlardan o'rinbosar bo'ladi. Ya'ni imo ishora ana o'sha ruku, sajda, qiyomdan o'rinbosar bo'ladi. Shuning uchun bu o'rinbosarga qolsa bir narsa, u xuddi nima bo'lmagan, xuddi tark bo'lmagandek hisoblanadi. Shunga va yanvi lis-sola. Endi keyingi masalamiz shartlarning 4-inchisi, qaysi namozni o'qimoqchi, qaysi namozga kiryapti. Va yanvi lis-solati allati yadkhulu fiha. O'zi kirishayotgan ana shu namozni niyat qiladi. Qanaqa niyat? Bi niyatin. Shunaqa niyat qiladiki, la yafsilu baynahu va bayna tahrimi bi amal. Niyati bilan o'sha takbir tahrimini orasida biron bir namozdan bo'lmagan biron bir amal bilan orasini ajratmaydi. Masalan, yeyish, ichish deylik. Niyat qildi, yedi, ichdi. Umuman namozga to'g'ri kelmaydigan. Ana o'sha amallar bilan orasini ajratmaydi. Tushundingmi? U namozga to'g'ri kelmaydigan amal bu o'sha binoga moni bo'lgan narsa. Ya'ni namozni e'tibor beraylik, bir masala keladi. Bir kishi namozda bo'lib turib tahoratni sindi.
u nima qilardi? U borib tahorat qilib kelib bino qilishi mumkin-da, namozini davom ettirishi mumkin. U faqatgina yurib boradi, tahorat qiladi, qaytib keladi. Gapirmaydi, hech narsa qilmaydi. Agar gapirib qo'ysa bo'ldi, u davom ettira olmasdi. Shuning uchun aytilyaptiki, davom ettirishlikni man qiladigan amallar bilan orasini ajratmaydi. Illo nima qilsa bo'ladi? O'sha yurib kelsa bo'ladi. Jariyon yoki tahorat, ya'ni niyat qildi, qalbida niyat bor, yurib keldi. Bu nima boshqa ish qilmadi. Bu fosila hisoblanmaydi. Yoki niyat qildi, tahorat qildi, darrov namozga kirishyapti. Bu ham fosila hisoblanmaydi. Fosila hisoblansa ham, lekin namozga ajnabiy bo'lgan amal hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Xo'p, va lekin nima hisoblanadi? Mustahabi shuki, nima qilish kerak? Niyatni takbir tahrimaga yaqin qilish kerak, chunki xilofdan chiqib ketadi-da. Imom Qutlubug'oy aytadilarki, sahih gapga ko'ra nima qilmaydi? Takbir tahrim, niyat bilan o'sha takbir tahrimani bir-birini kechiktirmaydi. Isbijobiy aytadilarki, niyatni ana o'sha kirishish vaqtidan kechiktirishlik bu nima hisoblanadi? Zohir rivoyatga ko'ra to'g'ri emas. Ya'ni bir takbir tahrimadan keyin kechiktirib bo'lmaydi niyatni. Tushunarlimi? Imom Karxiydan bir rivoyat bor, endi boshqa kitoblarda keladiki, birinchi takbir tahrim aytib, keyin sanogacha yoki rukugacha niyat qilsa bo'ladi deyiladi, lekin zohir rivoyatga ko'ra joiz emas bu. Tushundingmi? Agar namoz nafl bo'ladigan bo'lsa, mutlaq niyat qilsa kifoya. Ya'ni namoz o'qishlik niyat qildim desa kifoya qiladi. Va shunday sunnat bo'lsa ham, sahih gapga ko'ra shu sunnat namozni o'qimoqchi bo'lsa ham mutlaq niyatni, ya'ni namozni niyat qilsa bo'ldi. Namoz o'qishlikni desa kifoya. Lekin tayin qilishlik afzal hisoblanadi, baribir ehtiyot ham shu. Endi farzlarda esa tayin qilish kerak. Masalan, peshin, asr deb tayin qilish kerak. Tushunarlimi? Garchi bugungi peshin asr namozi yoki ado bo'lgan namoz yoki hozirgi vaqtdagi ana o'sha peshin deb aytmasa ham, lekin baribir nima qilish kerak? Ajratish kerak. Ya'ni bugungi peshin demasa ham, lekin peshin namozi deyish kerak kamida. Tushunarlimi? Endi qazo bo'lsa ham tayin qilish kerak, tushunarlimi? Qazo namoz o'qimoqchi bo'lsa ham uni aniq, ya'ni qaysi namozni qazosi, peshinni qazosimi, o'shani tayin qilish kerak. Vojiblar ham xuddi shunday, vitrlar, nazr ham, sajda tilovatlar ham xuddi shunday. U nima tayin qilinishi kerak. Tushundingmi? Lekin adadlarni tayin qilishlik lozim emasmi? Nega? Chunki zimdan o'zi hosil bo'ladi-da. Ya'ni peshin deganingizdan keyin peshinning farzi albatta 4 rakatligi aniqda bu. Shunday ekan, adadini xato qilsa, ya'ni peshinni 2 rakati desa, bu xato zarar bermaydi. Chunki peshin deganda o'zi u shariat u 4 rakatligi aniq. Shuning uchun bu xato zarar bermaydi. Niyatda endi e'tibor qilinadigan narsa o'zi qalbni ishida bu. Chunki niyat degani bu ana o'sha kelasi bo'lajak amal uchun oldindan nima qilishlik, iroda qilishlik. Bo'lg'usi amal, bo'lg'usi bir ish uchun nima oldindan iroda qilishlikka niyat deyiladi. Shunday ekan, til bilan aytishlikni e'tibor yo'q deyshadi ulamolar. Til bilan niyat qilishlik. Illo agar qalbini hozir qilishdan ojiz bo'lsa, tushunarlimi? Nega desa, chunki qalbiga bir nima g'am, qayg'u yetgan. Shunda endi til bilan aytishlikni yaxshi deyshadi, kifoya qiladi deydilar. O'zi ulamolarimiz til bilan niyatni aytishlik borasida turlicha, ba'zilar sunnat deydi, ba'zilar bidat, ba'zilar mustahab deganlar bor. Tushunarlimi? Keyingi ulamolarimiz bu qalbni hozir qilish bo'lgani uchun joiz deyshadi. Endi qalbni amali, qalbni ishi nima desa, bu hech qanday ta'ammulsiz darrov bilish kerak-da. Ya'ni qaysi namoz o'qiyotganini ta'ammulsiz bilish kerak. Qalbni ishi shu. Qalb bilan iroda qilish shu. Ya'ni qalb bilan iroda qilishi, bir kishi so'rab qaysi namozni o'qiyapsiz desa, hech qanday to'xtamasa peshin deyish kerak masalan. Uylab olib nimani o'qiyotgandim desa, bu demak niyat qalbni hali to'liq nima tayyorlamagan, niyat qilmagan hisoblanadi. Tushunarlimi? Endi talaffuz qilishlik, bu aytganimizdek, ko'pchilik mustahab deyshadi. Nega? O'sha qalbga hozir qilishlik, unga yordam ma'nosida. Hamma shundan ko'pchilik mustahab deydi. Ya'ni aytdik, aslida ulamolarning ixtilofi bor, sunnatmi, bid'atmi, mustahabmi borasida.
Endi 5-shart, namozi sharti qiblaga yuzlanishlik. Va yastaqbilu qiblata. Agar Makkada bo'ladigan bo'lsa, e'tibor Makkada bo'ladigan bo'lsa, Ka'ba oldida bo'ladigan bo'lsa, o'sha Ka'bani o'ziga, ayniga yuzlanishlik kerak. Agar oldida u ko'rinib turgan bo'lsa-da, agar binolar boshqalar bo'lsa, hattoki Makkada turib ham hozirga endi binolar bor, boshqa bor, Ka'ba ko'rinmasa, endi unda ham u g'oyib hukmida bo'ladi. Va inkani g'oyiban. Endi g'oyib hukmi bo'ladigan bo'lsa, uni farzi ana o'sha Ka'batulloh tarafiga, Ka'ba tarafiga, qibla tarafiga yuzlanadi. Mana shu gap to'g'ri. Nega? Chunki taklif, ya'ni bir buyruq bu ana o'sha toqatga qarab bo'ladi. Ya'ni biz Ka'bani ayni o'ziga yuzlanishga toqatimiz yo'q. Tushunarlimi? Uni topolmaymiz ham, toqatimizdan tashqari. Shuning uchun unga buyurilmaydi. Endi hozirgi paytda nima deydi, zamonaviy vositalar, kompaslar, boshqalar bilandir topish mumkin. Uni ham Ka'bani aynini topdim deb bo'lmaydi-da hozirgi paytda. Tushunarlimi? O'sha jihat e'tibor qilinadi shuning uchun. Mirojud diroyida aytiladiki, kim Makkada bo'lsa va mana Ka'ba bilan u kishini orasida bir Ka'bani ko'rishlikdan man qiladigan bir to'siq, ya'ni devorlar yoki tog'lar nimalardir bo'lsa, Makkada o'zi, lekin tog'lar ko'p Makkada yoki devorlar, binolar bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha g'oyibni hukmida bo'ladi deydilar. Ya'ni agar qasddan, shuni bilaylikki, agar qasddan qibladan boshqa tarafga qarab o'qisa, nauzubillah kofir bo'ladi. Tushunarlimi? Uzrsiz qasddan boshqa tarafga o'qisa. Keyingi masala illa yakuna xoifan. Illo agar qo'rquvchi bo'lsa, ya'ni bir dushmandan yoki bir yirtqichdan yoki bir dengizning ustidagi bir yog'ochda turibdi, agar sal burilsa, qimirlasa, cho'kib ketadigan bo'lsa, yoki bir kasal u qimirla olmaydi, boshqa tarafga yuzlanib turibdi. Uni buradigan, qibla tarafga buradigan odam yo'q. Tushunarlimi? Yoki buradigan odam bor, lekin bursa unga zarar yetadigan bo'lsa, endi bu fayusolli ila ayyi jihatin qodir, qaysi tarafga qodir bo'lsa, ana shu tarafga o'qiveradi. Tushunarlimi? Bu endi ikkinchi, qaraylik. O'zi qibla to'rt xil deyiladi. Birinchisi Makka ahli uchun o'sha aynini topishlik, ko'rinib turgan joyda Ka'bani ko'rib turgan bo'lsa, ayni birinchi qibla hisoblanadi. Ikkinchisi jihati. Makka ahlidan tashqari hamma o'sha tarafga qaraydi. Bu ikkinchi qibla hisoblanadi. Uchinchisi qodir bo'lgan tarafi, mana bunday uzrli holatda. Mana bu to'rtinchisi taharri bo'ladi. Mana fa inishtabada alayhil qibla, agar bir kishiga qibla chalkash, ya'ni noma'lum bo'lib qolsa, falaysa bihadrati ma yasaluhu anha. Demak, oldida so'raydigan odam yo'q. Endi ishtihada basollar, tirishadi, ijtihod qilib, ijtihod degani yaxshilab o'ylab, fikr qilib namoz o'qiydi. Ana o'sha tahari qasd qilgan, tahari qilgan, ijtihod qilgan tarafiga. Ijtihod degani demak, maqsadga yetish uchun bor kuchini ishlatishlik. Tushunarlimi? Ya'ni bor nimasidan foydalanib, qibla qaysi taraf ekanligini nima qiladi? Harakat qiladi, topadi, niyat qiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, so'raydigan odam bo'lmasa deb qayd keltirildi. Agar so'raydigan odam bo'lsa, endi so'rashlik vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Ana o'sha odamning gapini olish kerak bo'ladi. Garchi buni odam o'zi fikri bu tarafda, lekin so'radi bu taraf deyapti. Fikriga xilof tarzda aytsa ham, baribir u odamni gapini olish kerak. Sharti, agar boyaga xabar beruvchi, aytuvchi odam agar o'sha joyni ahlidan bo'ladigan bo'lsa, va yana guvohligi qabul qilinadigan kishilar bo'lsa, siz fikringizcha qibla boshqa taraf, lekin u boshqa tarafni ko'rsa, agar o'sha joylik kishi bo'ladigan bo'lsa, va yana shahodati qabul qilinadigan kishilar bo'ladigan bo'lsa, nima qilinadi? Albatta musulmon bo'lish kerak, kofir bo'lmasligi kerak, zimmiy o'sha shahodat ahlida uni gapi olinadi. Endi hadra deyilyapti. Ya'ni oldida turgan odamdan so'rashin, so'raydigan odam bo'lmasin deyilyapti. Chunki talab qilishlik, oldida odam bo'lmasa, o'sha atrofda odam bo'lmasa, ya'ni biron bir kishini topguncha uni qidirib, hamma yo'qni tutib chiqishi shart emas. Endi agar
Bir kishi so'radi bir qavmdan, oldida edi. O'sha kishini oldida bir qavm turibdi. So'radi qibla qayerda? Ular aytishmadi. Keyin nima bo'ldi? Boyagi odam ijtihod qilib, tahrir qilib o'qidi. So'ngra aytishdi, namoz o'qib bo'lgandan keyin aytdi, qibla bu taraf edi. Sen noto'g'ri qilding desa, u odam qaytarmaydi. Ya'ni namozini qaytarmaydi. Va buni sababi bor. Chunki ikki xil narsalar bor-da, ikki xil holat bor. Ba'zi holatda inson bor kuchini ishlatib, nima qilishi, bor kuchini ishlatib tahrir qilsa, u narsalar qaytarilmaydi. Namoz xuddi shunday. Ya'ni ham ba'zi holatlar borki, mujtahid ijtihod qilsa ham, u ijtihodi xatoligini bilsa, uni qaytaradi. Masalan, bir mujtahid deylik, bir hukm chiqardi, keyin bilsa uni xilofida. Bo'ldi, u fikrdan qaytadi. Uni qaytaradi. Lekin bu holatda nima qilmaydi, qaytarilmaydi. Nega desa, chunki boyiga qaytarish holatda u kamchilikka yo'l qo'ydi deyiladi. Chunki u ko'proq nima qilib, to'g'ri hukm qilish kerak. Bu holatda u bor kuchini ishlatdi deyiladi. Undan tashqari nima qila olmaydi? Undan tashqari narsani topish imkonsiz bo'lganligi uchun bunda namoz qaytarilmaydi. Farqi shunda. E'tibor beraylik. Agar fa in alima annahu axto'a bi ixbar ba'da ma salla fala ya'ta alayhi, mana bu aytgan gapimiz. Agar namoz o'qib bo'lgandan keyin birov aytdi, birov kelib aytdi, sen xato o'qiding dedi, yoki namoz o'qib bo'lgandan keyin ijtihodi taharrisi o'zgardi, boshqa taraf ekan degan taharrisi o'zgardi, namozni qaytarmaydi. Chunki bu toqatidagi narsani qildi. Agar endi namozni ichida bo'lib turib bildi. Bir kishi namoz o'qiyotdi, ikkinchi rakatda bildiki, taharrisi o'zgardi, o'zini ijtihodi yoki kimdir kelib qibla bu taraf dedi. U odam namoz o'qiyapti. Namozni ichida bo'lib turib qiblaga yuzlanadi va davom ettiraveradi namozni. Va shuningdek, o'zini fikri o'zgardi. Ya'ni namoz o'qiyapti, taharri qilib, namozni ichida bu taraf degan taharrisi olib keldi, ana o'sha tarafga yuzlanadi. Chunki ijtihodda bu, ijtihod ana o'sha mustaqbaldagi narsaga, ya'ni kelajakdagi narsaga nima qilish kerak? Ijtihodiga inson amal qilish kerak. Oldingisiga emas. Bu degani muaddo, oldingi ado qilingan narsa botil bo'lmaydi. Ya'ni e'tibor beraylik. Bir kishi taharri qilib bir tarafga namoz o'qidi, bir rakatini. Ikkinchi rakatda fikri o'zgardi. Bu tarafga buriladi, lekin oldingi bir rakat ham buzilmaydi. Nega? Chunki bu ham ijtihod, bu ham ijtihod. Ijtihod bir-birini nima qilmaydi? Bir-birini ijtihod bir-biridan ustun emas, ikkovi ham ijtihod edi. Shuning uchun ham oldingi muaddo ado qilingan birinchi rakat nima bo'lmaydi? Buzilmaydi. Davom ettiraveradi. Endi keyingi masala keladi. Bir kishi qorong'i kechada bir qavmga imom bo'ldi. Keyin qiblani taharri qilgandi. Mashriqqa qarab o'qidi. Orqasida bo'lgan qavm ham nima qilishdi? Taharri qilishdi. Har biri nima bir tarafga qarab namoz o'qishdi. Har biri. Ya'ni hamma xullas nima qilgan? Taharri qilgan. Hammalari imomdan orqada bo'ladigan bo'lsa, lekin imom nima qilayotganini bilishmayapti. Nima hisoblanadi? Joiz hisoblanadi. Nega? Chunki e'tibor beraylik. Joiz bo'ladi, chunki ular hammalari o'zlarini taharri tarafiga qarayapti-da baribir. Bu xilof qilishlik, imomiga xilof qilishlik bu moni hisoblanmaydi. Xuddi Ka'bani ichida namoz o'qishlik. Ka'bani tasavvur qiling. Ka'ba o'sha qora tosh nimani binoni Ka'ba ichida namoz o'qisa, imom bu tarafga o'qisa, mo'tadili bu tarafga o'qisa ham joiz-ku, bu ham xuddi shunday deyaptilar. Va man alima minhum bi hali imamihi. Endi kimdir imomini holatini bilsa, namozi buziladi. Bilib unga ergashmasa deganida. Ya'ni ana o'sha qorong'i ichida imom boshqa tarafda o'qiyotganini bildi bir kishi, lekin u o'sha tarafga burilmasa, imom namozi buziladi. Nega? Chunki imomi xatoda deb e'tiqod qilyapti, imomim xato qildi deb e'tiqod qilyapti. Bo'lmasa burilish kerak edi. Va shuningdek, agar imomdan oldinga o'tib qolsa ham, e'tibor beraylik, imomidan oldin o'tib qolsa ham namozi buziladi. Nega? Chunki bu maqomni farzini tark qilgan bo'ladi. E'tibor beraylik, muqtadinga farz bo'lgan narsa u imomdan keyin turishligi. Demak, muqtadini o'rni, maqomi imomdan keyin. Demak, bu imomdan oldin o'tyaptimi? Ana o'sha maqomni farzini tark qilayotgan bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak,
bu kechki namoz deyilyapti. Kechki namoz. Kechki namozda ovoz chiqaradi, jahriy o'qiladi-ku desa, bunda jahriy o'qilsa, odatda imom nima qilayotgani ma'lum bo'ladi, to'g'rimi? Jahriy o'qisa, ma'lum bo'ladi, ovoz chiqsa. Shunda aytiladi-da, yo'q, bu jahriy bo'lsa ham to'liq imom nima qilayotgani to'laligicha anglanmaydi. Tushunayapmi? Faqatgina mana bu holatlar, ya'ni imom o'zidan oldin ekanligini bilsa bo'ladi. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, ovoz chiqsa, siz bilasiz u oldindan kelyaptimi, orqadan kelyaptimi bilasiz. Shuning uchun boyaga aytdik-ku, ya'ni imom oldinda bo'lishi kerak deyildi. Bundan bilish mumkin. Va yana aytadilarki, shorihlar, bu masala odatda ya'ni to'g'ri, kechki namozlar jahriy o'qiladi, lekin adashib maxfiy o'qigan holatga ham tushadi dedilar. Tushundingmi? Xo'p, shu bilan namozdan oldingi muqaddam bo'lgan shartlarni o'rgandik. Inshaalloh keyingi darsda namozni sifatlari bobini o'qiymiz. Vallohu a'lam bissavob.